Sendek canan, canan kayda duruyor ey, canan kayda duruyor ey, kürüp gülüyor yüzünü, bağda bende duman, kürüp gülüyor bende duman. Sakla aşkım, canlar tende duruyor. Такой светлый. Canlar tende. Akela bo'ldi. Men ketaversam ham bo'ladi. Shirali. Uzun harcaydım, sevirxon qaydadır ey. Uzun harcaydım, ko'nglim sende durar. Mendedir ko'nglim Ko'nglim sende durar. Mehring o'tina ya, tushdi jonlarga yor ey, tushdi jonlarga yor ey. Parmoyim yo'q zarar, mollarga ey. Parmoyim yo'q zarar, mollarga mollarga. Ko'nglim sende durar, ko'nglim sende durar, ko'nglim sende durar, ko'nglim sende. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Gap so'z yo'q. İsmi Men Sharif. birinchi bo'ldim, так что все, savollar yo'q. Ismi shariflari. Nurali Shukurlayev. Vodiydamisiz? Jizzax viloyatidaman. Gap yo'q. Yo, judayam boshqacha bo'ldi. Ofarin. Originalni. Mana shu akkordlarni o'zingiz topdingizmi? Ha, albatta o'zim. Sizda bor muzikальное образование? O'zbekiston davlat konservatoriyasini akademik xonandalik opera yo'nalishini o'qiganman. Endi Torga o'xshatib yoki anaqa rubobga o'xshatib chalalasizmi? Yetarli, bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi, tushunarli. Baritonmisiz yo tenormisiz? Avaz Rajabov, Muyassar Razoqova, mana shu professor Ismoil Jalilov ustozlarimiz 3 xil tasqih qo'yishgan ovozimga: bas bariton, da hattoki liriskiy tenor bariton. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Maysarani ishidan bir shingil narsa bo'lsin. Maysarani. Bir shingil. Vasiqasi bor endi, Oyxon menga yor endi. Uzr. Bana kechirasiz, hozir shunaqangi o'zbekcha aytdingiz, mana qilingiz. Nimagadir vasihasi bor endi, Oyxon menga yor endi. Yo, opera qilmang. Maysara xonos tanlab, shu tun menga zor endi. Sevara xonos tanlab, shu tun biz shogirdlarga zor endi. Gap yo'q, qoyilman. Bu boshqa gap mana. hozir onajonim ko'z yoshlari bilan kuzatib o'tiribdilar menimcha, lekin tashrif buyurmaganlar, Jizzaxdalar. Hozir duo qilib, ko'z yoshlari bilan duo qilib turibdilar. Mana do'stlarim tashrif buyurgan, Ichki ishlar vazirligi ansamblidan. Aytmoqchimanki, hayotda mana shu 11 yil mana shu tanlovni kutgan bo'lsam, ichimda bir o'zimni bir madhiyam shiorim paydo bo'lgan. Barcha orzu niyatlarim onam uchun.
Yashang. Shu sabab Yashang, mag'lubiyatim alamli, g'alabam totli. Yashang, yashang. Barakalla. Gap yo'q. Barakalla. Ofarin. Tanlang endi, tanlang. Xo'p. Mehringiz bepoyon, onajoningiz sog' bo'lsin. Gap yo'q, gap yo'q. Albatta men. Ofarin. Tak, Albatta men. 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 Tanlang. Endi juda ham men uchun juda qiyin vaziyat. Endi Biz bilan juda ham ko'p stilli bo'ladi. O'zingiz Endi- tanlaysiz, o'zingiz. Men seni imkoniyatlaringni yaxshiroq bilaman bulardan ko'ra. Ha, bu qiziq emas-da, bu bo'lgan. Bu yerda yangilik bo'lib qolishi mumkin. Sen bilan nima yangilik qilish mumkinligini ham bilaman. Bu yerda yangi kerak bizga. O'sha yangisini Bizga o'ylab ham qo'ygan. navbat desin. Bizga ham navbat Hop, desin. hop, Agarda Xudo xolisa, Xudo Qiynamang, xolisa, qiynamang. agarda tanlasangiz, biz ham chetda qolmasak, bitta niyatimki, agarda boshqalarga namuna bo'lsin, Maysara xonosh damlab siz bilan birga mana shuni hamma yoshlarga o'rgatar edik. Shu niyatda Nima ham derdim. Shundoq ustozlar turibdi, men nimani o'rgataman? Yo. Menga ashula aytishlari juda ham yoqdi. Yashang. Biz birgalikda juda ham qiziq kollaboratsiya qilamiz. Hop. Ishoning. Mayli. Shunda odamlar turibdi. Kelajakka Tez ayting. qiziqroq. men uylanadiganimda ham bunchalik qiynalmaganim tanlovga. Boblayapsiz, lekin tanlashingiz kerak. Nurali, adashma. Chunki o'zbek san'atini legendalari o'tiribdi. Nurali, hozir necha kirding? Hozir 30 Biz sizni iltimos Har qilyapmiz. adashmadim. 35 ga ham kirmoqchiman ustoz. Ko'p adashma unaqa. Qarang, mana o'rtada odam. Begona Kam qolgan, ko'p adashma. begona qilmang. 30 yosh bola emas. Suyda. Mana meni muxlislarim. Sevara. Meni muxlislarim mana. Shu bilan birga, Mani mikrofonim kuchliroq. shu bilan birga Farruh. Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov, ustozimiz Farroz Zokirov, Ozodbek Nazarbekov barchalarga hurmat saqlagan holatda men onam to'g'risida juda ham ko'p gapirdim. Onamning bir topshiriqlari bor edi. Hozir u topshiriqqa qo'shimcha zalimiz ham topshiriq berdi. Ozodbek Nazarbekov. Onajonim, Ay, yamansiz Ozodbek. onajon, sizga rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling onajonim. Shundoq o'g'lingiz menga ishonganingiz uchun Tabriklaymiz. katta rahmat sizga. Canlar tende duruyor. Omadingiz bo'lsin. Canlar tende duruyor. Ey, uzun har- Yashang, ofarin. Realniy talant. Sevara Tabriklaymiz. Молодец, o'zingiz asring. uzun har joy. Salomat bo'ling. Ko'nglim senda biram. Senda Ana. mehring o'tina yo. Ijro просто слов нету, gap yo'q. Ha, men uni ashula aytish bitta ham falshivit qilmadi. Shuning uchun bosdim men. Ha, o'zbekchani zo'r yorvoradi. O'ynayverlaring. Ya, meni Ozodbek quchoqladi, o'ynalaring. Akam gap yo'q. Yutug'im bo'lsa, hammasini onam uchun harakat qilish boshladim dedingiz, to'g'rimi? Siz uchun 4 ta ustoz o'rnidan turib talashishyapti. Tasavvur qilasizmi? Ekran qarshisida ko'rayotgan onajoningizni. Hozir to'g'risi fikrlarim ham chalkash. Bir narsani aytmoqchiman. O'sha yuragimdagi sahnada qolib ketgan gap, 2013-yil o'sha onam bozorga borsalar, hech kim pul olmasmishdi. Voy siz Nurali Shukurlayev onasimisiz deb onam ko'z yoshlari bilan endi mana 11 yilki onamga o'sha quvonchni qaytarish uchun harakat qilyapman. Tabriklayman.